Eng arzon Vodiy kanamizda arzon narxda Nexia 3 avtomashinamiz keldi. 2022-yil 4-faysli avtomat. Mashinamiz ozgina mehr berish kerak. Bu furlarni eshittirib tashlab, lekin to'rtta balollari zo'r holat turibdi. Dugalari bilan qo'shib berib yurar ekanlar. Ikkita dugalarning tagida rektovka qilingan joyi bor ekan. Chiroyli rektovkani chiqartirib olsangiz zo'r holat keldi. 2022-yil 137 ming probekda. Apskalari chiroyli himsiga qilish kerak ekan. Egalar meni yurgan mashinalar, chexol, bo'yli barlar, avtomat korobka, deflektorlar, temir gazlargacha usoq qo'shgan. Probegi 137 ming probekda ekan. Mashinam chiroyli chiska polirovka. Himsiga qildirib olsangiz yanada o'shalar. Kraskasiga kelgan bo'lsak, orqa bagaj, orqa kriliyoda kraskalar bor ekan. Shumkalargacha qildirib qo'yilgan. Qolgan joylar top-toza. O'zingiz ham ko'rib tekshirib, keyin atarsa pulini berasizlar. Hozirgina mehr bersani $100, $150 qilib olsangiz o'sha zo'r holat keladi. Narx ham zo'r narx bo'ldi. 2022-yil 4-faysli avtomat. Egalardan Gen Daveni safarini xohlagan hujjat bo'ladi. Bu mashinamiz eng arzoni o'tganimizda $7950 ga berib